Minor. To'yingga yetib keldimmi? Onasi. Voy otasi, rahmat. Ha? Zaksga nechta mashina aytdik? 3 ta. Madam o'g'lini to'yiga nechta aytdik? U 4 ta aytgan. Biz 10 ta aytamiz, tushundingmi? Pulimiz yetami? 20 yil Rossiyaga nima uchun ishladim? Madamimdan o'taman deb ishladim. Onay! Voy onay! Ha, otasi? To'yga nechta odam aytdik? 300 ta. Madamin nechta aytgandi? Turistdan ekan, 450tami? Sen 600 ta odam chaqir. Yetmasa qo'shni qishloqdan chaqir. Bo'lsa, madaminikidan zo'r bo'lsin. Xo'p bo'ladi. Tog'a, Rossiyaga olib keldingizmi? To'yda ko'rasan qanaqa shikoyat olib kelganini. Mana qara. Sen sunnat bo'lganmisan? Ha. Bo'lmaganingda qo'shib yuborardim to'yga. Otasini qarang. Ikkitagina qo'y so'yamizmi? Madamin nechta so'ydi? Ikkita qo'y, bitta inoq so'ydi. Biz 4 ta buqa so'yamiz. Ha. Pul ketsa, obro' ketmasin. Zo'rsiz otasi. Menga qarang otasi, mana yerda pista odam turadi. Mana yerda qovun parvoz, mana yerda suv ichimliklar, mana yerda non, pul, shirinliklar hammasi bo'ladi. Pinchoza salatlardan, xullas dasturxonimiz to'ladi. Mana yoq bo'sh qolyapti-ku. Shu joyda o'ylamabman-ku. Madamin nima qo'ygani bu yoqqa? Rossiyskiy ishkalab qo'ygan. Biz iskoni bonbonidan qo'yamiz. Zo'r vafli. Rossiyskidan o'lsa o'ligi ortiq. Raz, bir-ikki, raz, bir-ikki. Salashni o'rganyapsanmi o'g'lim? Raz. Yakka. Kim bu sota qo'zi? Artist. Isming nima? Botir Qodirovning shogirdiman. Ismini qo'yma qarab, yakka. Madamin to'yiga qaysi artist chaqirgandi? Hamdam Sobirov. Undan zo'ri bormi? Inna bilan jahkalik. Bor o'g'lim, chaqir. Zo'r bo'lsin. Madaminnikidan zo'r bo'lsin. Dadasi, bu jahalipingizning qo'shiqlari o'ynab bo'lmayapti. Majbursan endi, o'yna, obro' uchun o'yna. Jahalip, Cho'tam, bratan. bu to'yga o'zi qanchadan chiqyapsan? 20 So'mdami? dollar. Yo'lingga bir 2 soat ko'zimga ko'rinmasa o'ldirib qo'yaman. Jahalip 20 ming dollarga chaqirdi. Nechta qishloqda bitta muammo. Sog'inganman ota mehrim, siz onamga o'xshab keling. Otajon, hamma xalq ichida sizga manta sovg'a beraman. Mana shu avtomobil sizga o'ta. Voy! Kutmagandim, bolam, kutmagandim. Hafta oldida obro'yimni ko'tarib yubording, jon bolam. Rahmat bolam. Kelin qani? Hojatxonaga chiqib Ey, bunga o'ynasa bo'lar kerak. Ayna! Inangga rahmat. O madami. To'xta. Cho'ntagingga nima sovg'a olding? Tushdimi? Stoldagi eng zo'r narsani olsam-da, ha? Bo'ldi, Sherbutda tan oldim. Qishloqdagi biri sensan, eng zo'ri. To'xta. Zubnoy pasta, rossiyskiy. Nima qilaman men? Kuygan joyingga surtib qo'yasan. Rahmat. Ey, to'ysiz bo'lyapti otasi. Inna qizim ketyapsanmi? Da, qo'shu. Spasibo. Ertaga kelin salomni ham shu inna qizim aytsin. Voy, salom nima? Да. Деньги есть? Много есть. Все, тогда завтра приду. Пока-пока. Завтра. Благодарю. Ha, maka uy nima sotyapsiz? Jahalip pulini berishim kerak. Sen kimsan? To'yda o'g'lingiz moshina bergan deysizlarmi? Ha. Shu moshina siz nomingizga kreditga chiqarilgan. Xabaringiz bormi? Ota, keliningiz bilan salonga qayerga boramiz biz? Rossiyaga. Nimaga Rossiyaga? Zo'r ish topib beraman. Kelin bilan birga ishlaysan. Hisoblab chiqdim. 25 yil ishlasak, hamma qarzimizdan qutulamiz ekan. Ha, siz ham borasiz-a? Men bormayman. Nimaga? Deport bo'lganman.